Xo'sh, endi ota-onalarga murojaat. Bu birinchi seriyasi. Ili birinchi olimpiada boshlanishining ikkinchi seriyasi desak ham bo'laveradi. Nimalarga e'tibor berishimiz kerak degan narsa. Biz robototexnika kursini, robototexnika elementlarini boshlagan paytimizda shunday narsani maqsad qilganmizki, yoshlarımıza robototexnika elementlarini o'rgatamiz deb boshlaganmiz. Aslida elementlarni o'rganib bo'ldi. Endi biz keyingi o'ringa o'tishimiz kerak. Keyingi o'rin rasxodsiz bo'lmaydi ekan. Chunki robototexnikaning elementlarini o'rganishlik uchun sarflanayotgan pulning 2 barobar dars yurishga ketib kerak. Ana shu narsa bizda aqsayotir. Undan keyin yana nega e'tibor berishimiz kerak? Biz qurish vaqtimizda, robotlarni yasash vaqtimizda juda ham katta ideyalarning bazasiga ega bo'lishimiz kerak. Farzandlarimizning, shogirdlarimizning fantaziyasi kuchli bo'lishi kerak. Ana shuni tarbiyalashimiz kerak. Endi robotlarni o'rgatdik. Masalan, aytaylik, Arduino'da datchiklarni ulashni o'rgatdik. Endi u datchiklarni hayotda qanday tatbiq qilyapti? Mana shu narsani biz uchemiz sentrning o'zida sirazu ko'ramiz. Tekshirib ko'ramiz, ishlatabilyaptimi, ishlatilmayaptimi. Bu narsada muammomiz yo'q. Bolalar ishlatayotir, kodni yoza bilyaptir. Men bu narsaga hayron qolganim, bizning qishlog'imizning yoshlari, masalan, bizning o'quv ta'limimizda, o'quv ta'lim markazimizda robototexnikada o'qiyotgan bolalarning kodlayotgan kodini, masalan, C++ da kodlaydi. Boshqa shahar bolalar ishlamayapti. Ishlayotgan yo'q ekan. Men e'tibor berib qaradim. Region bo'yicha Turkiston bor, Kento bor, masalan, C++ da yozayotgan bolalar o'zi yo'q. Bizda bazaviy znaniya bor o'zi. Men shundan xursand bo'ldim. Lekin davom ettirish kerak uni. Boshqa bolalar nechun bizning kuchli bo'lib ketayotir? Chunki ularning robotlari kuchli. Robotlari miqti, masalan. Boshqa bir maktablardan, boshqa regionlardan, boshqa oblastlardan kelgan bolalarning robotlarining hamma narsalari bor. Misol tariqasida mana shu robotni qarashtirsak bo'ladi, masalan. Qarab tursangiz, mana bir datchik tur. Menda bir datchik tur. Motorlari tur, ikki tur. Mana yana bir datchik tur mana. Bir robot ishlamoqchi bo'lsak, datchiklarning sonini ko'paytirish kerak. Aytamashdi-da? Net. Bizda naborda biroq datchik kelgan. To biz bunda yevatrimiz yo'q buni. Biz buni universitetdan olganmiz. Временно qarashib turinglar deb. Robotlarning bazasini kuchaytirishimiz kerak. Ana shu paytda bizda rezultat ham yaxshi bo'ladi. Bolalar programmalash tilini sekin o'rganyapti, biroq uni real hayotda foydalanay desa, masalan, bayog'dek datchiklar yo'q. Uni har doim ota-onaga sotib olib deb berishlik sal noqulay bo'layotir. Bu muammoni yechishimiz kerak. Bizda kuchli baza bo'lmagancha kuchli yoshlar yetishib chiqmaydi hech qachon. Shunday bo'lgani uchun обязательно bizga kuchli baza kerak. Ana shu kuchli bazani biz bo'lib qurashtirishimiz kerak. Undan keyin olimpiadaga degan bo'lgan ko'z qarash tayyorgarligimiz sal sustroq. Yaxshi, zo'r tayyorlandik. Yomon emas, biroq biz bir hafta qanday tayyorlandik. Bir oy oldin tayyorlanganimiz ham bor edi, lekin bir hafta aktivniy tayyorgarlik bo'ldi. Shu aktivniy tayyorgarlikning arkasida keldik. Salomatsizlar, qalaysizlar? Bu juriyda qadam. Juriyda qadam mana, juri bo'ladi deb hozir proyektdan qiladi. Qabul et. Yana yanda bir mujik bor. 3 odam. 3'tun 3 komanda bor. Cho'ta bizning proyektlarimizning ati yo'q, ko'rinmaydi. Ha, bu yoqda tur. Mana turibdi. Takas mana. O'zi izlab turibdi. Ben Yassaviy. Bizim proyektimiz mana bu yerda turadi. Q Academy Second. Men xursand bo'lib turman hozir. Q Academy Middle. Takas mana. Podyat 3 proyektimiz birga qo'yib qo'ygan. Mana shuncha katta bir Международный olimpiadada Q Academy turibdi mana bizning qishlog'imizda. Mana shuni yozayotgan paytda keyingisida Qarnaq Academy deb yozishga harakat qilamiz. Prosta polya uzun bo'lib ketmasin deb Q Academy qilib Shuni xatolashibman. Qarnaq Academy deyishimiz kerak ekan. Shunda Qarnaq qayoq deb surishtirib
Qancha o'quvchilarning futbolchisi turibdi Qanday akademiya degan. Shuning o'zi biz uchun katta plyus. Bizni ko'ryotir bolalar. Qozog'iston Respublika taniyotir bizni. Shuning o'zi katta plyus xudo xolasa. Lekin shuning o'zi bilan qanoatlanamiz deb aytamaymiz. Alga ketaveramiz, rivojlanaveramiz. Qo'ldan kelsa mana vekslarni ham olish kerak, mana shularga qatnashtirish kerak bolalarni. Mana o'sha bolalarning ichidan kimdir Amerikaga boradi mana, qarangizlar. Mana bularga masalan havas qilishga bo'ladi. Albatta Amerikaga borishlik havas narsa bo'lsa, bir chetdan havas, lekin buning havasligi nida desa, bu bilimlarini, olgan bilimlarini Amerikada borib qo'rg'aydi, katta arenada borib qo'rg'aydi. Beda не само по себе Amerikaga borishlik havas. Но для некоторых Amerikaga borishning o'zi ham havas bo'lishi mumkin. Biroq aslini olib qaraganda Amerikaga borishlik havas emas. Katta arenada borib bilimini qo'rg'ab, Qozog'iston Respublikasining bayrog'ini himoya qilib kelishlik havas. Mana shularning orasida, shu yigitlarning orasida birov boradi. Xudo xohlab nasib etsa. Bizning ham bo'lish kerak. Qachongacha biz Astana bilan cheklanishimiz kerak? Yo'q, biz ham olg'a siljishimiz kerak. Harakatni davom ettirishimiz kerak, Xudo xohlab nasib etsa. Xo'sh. Endi ne aytay yana? Ota-onalarga murojaatim mana shulardan iborat edi. Olimpiada davomida biz bilan birga bo'lib turibsizlar, duoda bo'lib turibsizlar. Shunday katta turnirlarga kirganimizning o'zi biz uchun katta bir yutuq. Sizning farzandlaringiz bilan katta arenalarda himoya qilayotganingiz o'zi yutuq. Bu yutda bir birinchi, ikkinchi, uchinchi yoki Turkiyaga yo'llanma bo'lsin yoki bo'lmasin, farqi yo'q. Bu yutuq o'sha. Men uchun yutuq, endi sizlarni bilmadim. Mana bu poylaga ham birinchi marta qatnashib turibmiz biz. Bu poyla tak, polya 1 deydi. Girls triathlon, bu girls triathlon emas, bu boshqa bu. Triatlon emas bu. Bu boshqa musobaqa, bu varaq qilib ketgan, kecha musobaqadan qilib ketgan. Mana shu bu yerda start qayerdandir boshlanadi. Masalan, aytaylik, bu yerda start beriladi. Autonomic car racing degan musobaqa bu. Mashinachalar menga qo'yadi. Bularga pult bilan boshqarilmaydi. Shunday bosgandan keyin 5 sekundga harakatni boshlaydi ular. O'sha yerdan shuytib borib, o'z menga borib to'siqni ko'rib, qayrilib bunday qilib yurib borib, menga borib to'siqni ko'rib, bunday qayrilib yurib ketish kerak. Shuytib 3 minut vaqt beradi. Mana shu 3 minut vaqtning ichida qancha marta quruq qiladi. Qancha ko'p quruq qilsa, shuncha yuqori ball ola beradi. Undan keyin to'xtab qolsa masalan bir minus ball. Undan keyin yana qandaydir bir nyuanslar robotda bo'ladigan bo'lsa, bir minus balllarni olib tashlay beradi. Shu bilan oxirida natija aniq bo'ladi. Bu ham biz uchun qiziq bo'lib turibdi. Bu yil birinchi marta qatnashib turibmiz. Albatta yildan-yilga musobaqalarning sonini, kategoriyalarning sonini ko'payganiga men juda ham xursandman. Lekin o kategoriyalarning sonini ko'paytirishdan avval biz ularning sifatini to'g'rilashimiz kerak ekan. Sifatini to'g'rilashimiz kerak va ko'proq shug'ullanishimiz kerak. Bolalarimiz professional emas hali ham. Hali ham professional emas. Shuning uchun ko'proq bu endi bu robototexnika sohasi bizdan chiqib ketmaydi. Mana nega ham juda ham qiziqib o'tirman. Robo futbol deydi buni. Bu yerda robotlar o'rtada dumaloq sharik bo'ladi. Robotlar dumaloq sharikni yaqin sudrab, mana chetda varata bilan mana chetda varataga kirgizish kerak. Bu juda ham qiziqarli. Mana poylada qarab tursangizlar, mana varataning nisi, chegarasi, mana shu chegarada varata nisi turadi. Mana bu robotlarning nisi cheklov. Mana shu ichiga kirgan robot допускается к игре. O'yinga tushiriladi. Bu kirmasa, gabarit bundan katta bo'ladigan bo'lsa, kirgizilmaydi o'yinga. Masalan, siz aytganingiz komandada 5 robotingiz bor, 5 bola keldi, uning 3-ovi tushdi, 2-ovi tushmay qoldimi, gabariti kamay qoldi, 2-oni chiqarib tashlaydi, уже будете вынуждены играть с 3 игроками. Bu joystickda boshqariladi, polniy pultlar joystick bilan boshqariladi. Bluetooth yoki masofani boshqarish moslamasi orqali xudo xolasa boshqarilib futbol o'ynaladi. В процессе я тоже покажу потом.
Будет интересно. Niqtirmaslar qiziq bo'ladi. Ko'rsatsizlar. Xudo xolasa. Qo'ldan kelgancha baholi qudrat zaryatim yetgancha ko'rsatdim, Max'ni ko'rsatdim. Xullas futbolni ko'rsatdim. Dron rallyni ko'rsatdim. Rupni, labirintni ko'rsatdim. Proyektlarni ko'rsatdim. В целом mana bugun shunday. Bugun bizning 5 o'quvchimiz bor. Universitetdan mana bizning homiylarimiz universitetdan bolalar kelgan. Ular bilan proyektlari bor. Mana Turkiston shahridan kelgan VR texnologiyani yana bir narsa e'tiborlaringizni olib ketay. Mana VR texnologiya, bu VR texnologiyamiz albatta qishlog'imizga olib kelishimiz kerak. Bizning qishloqda yo'q mana shu narsa. Mana shu texnologiya yo'q. Bu VR ochkilarni olish problema emas endi. Sal puli bor odam bo'lsa ola soladi. 300 ming tanga ham topiladi, 100 ming tanga ham topiladi. Mana joystiklar bilan bizning maktabga xudo xolasa o'tgan yil borganda ko'rgan bo'lsangiz kerak. O'quvchilar ko'rgan buni VRni. VR joystiklar bu. VR degan virtual realность degan virtual haqiqat. Shu virtual haqiqat olamida modellar yasalib, shuning ichida laboratoriyalar ishlashga bo'ladi. Xullas kalom uzog'i ro'zadan keyin xudo xolasa mana shu Turkistondagi yangi texnologiyalarning hammasini qishloqqa maktabimizga jalb qilish niyatim bor. Shuning hammasini ko'rsatamiz xudo xolab nasib etsa. Albatta bu narsaga e'tibor berishimiz kerak. Xo'sh, unga mana notebook haqida ham shunday to'xtalib ketay. Notebook farzandlaringizga notebook olib berayotgan paytda ayotgan notebooklarga e'tibor berasizlar. Именно robototexnika sohasida yoki bo'lmasam VR texnologiya sohasida yoki bo'lmasam dron sohasida notebook olib berib demoqchidim deb yurgan ota-onalar bo'lsa, ancha bir notebookni olib kela soluv уже не bo'lmay qoldi. Ne aktualniy bo'lib qoldi. Nega desangizlar, notebooklarning ko'p mana o'sha programmalari hamma notebook ham ko'taravermaydi. Shunday ekan, notebookni sal yaxshirog'ini maslahatlashib, mutaxassislar bilan maslahatlashib olish kerak ekan. Mana notebook yaqindag'imi men ham sal adashdim. Keyin borib tushunib qoldim bu narsaning nima emas ekanligini. E'tibor berish kerak ekan, keyin borib tushunib qoldim. Xo'sh. Здравствуйте. Sog'misizlarmi? Tushiruga bo'ladimi? YouTube'ga qo'ysam bo'ladimi? Mana qay odamdan keldingizlar? Pavlodardan keldingizlarmi? Bu umniy parnik bo'lib turgan, teplitsa. Teplitsami? Ekologiyalik avtomatlantirilgan teplitsa bo'lib turgan. Sattalik. Jana kirib ko'rganda tomdan. Qiziq bo'ldi menga. Keremet, ademi. Jamg'ir suvmen. Filtrli parnoya tomchilatib O, sразу mana filtrliydi. Filtrlikdan bir suv tushadi. Iya. So'sini ostida filtrlangan suv mana yerda nemen shlangimen tomchilatib sug'oradi. Kerak. Kapelni. Kapellar rashiga. Keremet. Siz qay fandan berasiz? Biologiya fandan berasizmi? Qay maktab? Ko'ktepa ovuli. Sattilik sizlarga xudo xolasa. O'ta quvonchliman. Menda o'sha umniy nelarman o'ta qiziqan. Bizning proyektimiz bor, umniy dom. Olib keldik. Umniy teplitsamizda bor, biroq sizlar shaqtinday istayamadik biz. So'ruv sistemasini жұмысқа таралмады. Өте керемет екен. Сәттілік құдай қаласа, Турцияда кездесек жолға еттік. Вот такие новости у нас сегодня. Компьютер мәселесі де тоқталған едім. Компьютерда керек болған нелер, приложениялар демесін, программалар демесін, үнчемші компьютер көтере бермейді. Mutlaka mana VR texnologiya olib kelishimiz kerak bizga, juda ham kerak. VR texnologiyaning o'zini emas, VR realность yaratadigan yoshlar kerak bizga. Uning uchun 3D model yasaydigan, Blenderda ishlaydigan bolalarni o'rgatishimiz kerak. O degan so'z bizda Blenderni o'qitadigan o'qituvchi kerak. Blenderni o'qitadigan o'qituvchi yo'q-ku bizda. Ne qilishimiz kerak? Biz Blenderni o'qishimiz kerak. O'qishimiz kerak va o'qitishimiz kerak. Xullas mana shunday gaplar, mana shu sohalarda выше перечисленный deymiz, выше перечисленный sohalarda
qandaydir bir yordam qilama degan ota-onalar bo'lsa, hamqishloqlar bo'lsa, ustozlar bo'lsa, shogirdlar bo'lsa yoki mana shu sohalarda farzandimni o'qitaman, sen tayyorla, o'qitib ber deydi ota-onalar bo'lsa marhamat. Faqat bizga qanday beskompleks o'quvchilar kerak, chunki o'zi kap o'rganaman deb talpinib turgan o'quvchi bo'lmasa, bunday sohalarga uni majburlab o'qita olmaymiz. Ba'zi bir shogirdlarimiz bo'lyapti, keladi, zo'rlab kelsa, zo'rlab yuborsa, arkasiz zvondan yurasa qachon keladi deydi deb. Unday shogirdlar bilan daleko не поедешь. Shuning uchun bizga qishloqni rivojlantiraman degan ota-onalar, mana hozir endi azonda turib men qishloqni rivojlantiraman deb aytmasa ham, mana shu o'quv ta'lim markazida va mana shu olimpiadaga ruxsat bergan ota-onalar men o'ylayman, shu qishlog'imizni, davlatimizni, vatanimizni rivojlantiraman degan ota-onalar shular. Fidoyi ota-onalar deb o'ylayman. Nega deganda hamma ota-ona ham bolasiga 30 ming 40 ming tanga berib bar Ostona olimpiada qatnashga deb aytavermaydi. 30 ming 40 ming tangasi bor bo'lsa ham, masalan. U yerdan oltin olib kelmaydigini bilib turib yuboradi. Ba'zilari mayli aylanib kasb olam deyishi mumkin, biroq hammasi emas. Shunday bo'lgani uchun sizlarga katta rahmat. Mana shunday imkoniyatlar yaratib berayotganlaringizga, farzandlaringizga investitsiya quyib, shunday bilim, shunday qobiliyat egalari bo'lishga sharoit yaratib berayotganlaringizga katta rahmat. Lekin bu yetarli emas. Biz yana olg'a yurishimiz kerak. Olg'a yurishimiz uchun ko'p narsa harakat qilishimiz kerak. Mana dron futbolni yaqindan ko'rsatay. Videom cho'zilib ketdi. Men cho'ta sal timoqlab yurma. Ma'zur ko'rasizlar, har xil tovushlar chiqayotganlar, men burnim bitib qolaveradi. Nafas olmay qolaveraman. Xo'sh, mana bu aslida 6 игрок o'ynaydi bu yerda. 1 2 3 4 5. Сколько в команде игроков должно быть? 5, да? 5 или 6 запустить. 6 тоже можно запустить, да? Один вратарь должен быть? Или все свободно играют? А? Еще bo'ladimi? Или вратарь bo'lmaymi? Вратарь bo'ladi, еще вратарь bo'ladi. Ha, еще вратарь bo'ladi. 2 нападающий bo'ladi. 2 нападающий. Siz YouTube'ga chiqarsam bo'ladimi? Ha? YouTube'ga qo'ysam bo'ladimi videoni? Ya bo'ladi. Sizning ismingiz kim? Aybar. Aybar, quvonchdim. Qay maktabdan? Qay ovdan? Avulda? Qay oblastdan? Men Aqto'bedan. Aqto'bedan. Kemal bilim maktabi. Молодец. Ya siz shamol yerijisini tushuntirasiz dronni. Aha. Как футбол шахты, правда, получается, вратарь бумает, он можно защитник, прям вратарь братан. Ha, bo'ldi. Еще ворота турат, либо былай болады, екі ворота тұрып, біреу деген напада аяқта басқа команда защитниктер воротасын қылады. Bo'ldi. И те жүреді защитниктер, и нападающийлар залетады. Молодец. Үш защита, 2 нападающий. Я. Ол уже сіздердің стратегияға байланысты ғой, иә? Молодцы. Бүгін бірінші ойындарыңыз ба бүгін? Или полуфинал? Бірінші ойын. Ба? Желаю удачи вам. Рахмат. Сәттілік, құда қаласа. Турцияда жолыққанша. Сол? Турцияда жолыққанша. Встретимся в Турции. Да? Понял, да? Удачи. Құда қаласа. Вот, сейчас, балдар. Салам алейкум. Қалайсыздар? Мен 5-ші класстың балалары дрон футболны біліп тұр. Неге? Қандай болды бұл? Қалай 5-ші сынып баласы дрон футболны шунчалық жақсы біліп тұр? Чөнки мына тренер екен. Бұлар, значит, 3-ші сыныпта башлаған бұл. 3-ші сыныпта башлаған и қарап тұрсаңыздар, Павлодардың кәдімбеден аз уже есім шығып кетті. Бұл дронлар уже давно болған бұлар, значит. Сколько это дрон стоит? Қазір ма? Қазір қанша теңге тұрады? 250-ге алдық қой. Біреуін, е? Біреуін. Командада обязательно 6 дрон болу керек па? 5 дрон негізі. 5 дронмен қатысуға болады, е? 5 дронмен қатысуға болады. Просто андай істемей қалатыны, пропеллер ұшып кетеді, немесе Ойын кезінде.
мотор істемей қалады, сол кезде ауыстырғанға керек қой. Ауыз. 10 дрон алғанбыз. Осы август айында алғанбыз. 10 дроныңыз 2 миллион болып тұр, 2 миллион астам ақша болып тұр ғой, иә? Оның ең тез жұмыстан шығатын не бұл футболдарда? Қанаты пропеллер. Пропеллер, иә? Ол пропеллерді 3D принтерден құя салуға болмай ма? Көрмеңіздер ме өйтіп? Өйтіп көрген жоқпыз, бірақ сұрағанбыз, болмайды дейді жарысқа. Жарысқа болмайды. Иә. Негізі ұша береді, бірақ жарысқа болмайды. Жарысқа. Контроль жақсы болмайды, видимо, иә? Оны ол жағын көрген жоқпыз. Жоқсыздар ма? Қанша жыл болды қатысып жатқандарыңызға? Осы алдыңғы жылдың август айында алдық та, сентябрь айында оңтүстік Кореяға барып, әлем біріншілігіне қатысып қайтқанбыз. Сізді видеоға сөз көрсетсем бола ма? Есіміңіз кім болады? Менің есімім Жәнібек. Менің есімім Амин. Біз Түркістан облысынан келдік. Сіздер қай облыстан келдіңіздер? Астана қаласы Астана. Ой, машалла. Сәттілік сіздерге, Құдай қаласа. Дайындалу қанша уақыт кетті сіздерге? Балдарды үйрету, қатысу. бір ай дайындадық та, сөйтіп оңтүстік Кореяға кетіп қалдық. Оңтүстік Кореяға қалай программамен, қалай олимпиадамен бардыңыздар? Қалай? Қандай олимпиадамен бардыңыздар Сол Оңтүстік Кореяға? осы дрон әлем біріншілігіне бардық. Осы Астана қаласынан 3 мектеп бардық. Аха. Ол бір осы жерде бір отборочный болды ма, или тікелей бардыңыздар ма? Қалай болды? Тікелей бардық. Ол Тікелей кезде бардыңыздар әлі ма? дрон футбол енді дамып жатыр. Енді дамып жатқан. Бір жыл бұрын. Август айында. Август айында. 2025-ің августында. Иә. Әлі бір жыл болмаған әлі алды. Ой, молодцы. Сразу Оңтүстік Кореяға сояқты олимпиадаға тіркелдіңіздер. Иә. Сөйттіңіздер. Биыл да барасыздар ма августта, Құдай қаласа? Құдай қаласа болса барамыз. Ал қазір Америкаға жолдама ойнатып жатыр. Иә. Құдай қаласа Америкаға баратындай болып сәттілік сіздерге. Ой, рахмет. Қалай командаңыз дайын ба? Шүкір, жақсы бәрі дайын. Бізде Құдай қаласа осы дрон соккерға не қылу ниетіміз бар, содан үйреніп жүрміз, әлі біз білмейміз. Дронымыз да жоқ. Қызығып жүрміз, қалай болады екен, не болады екен деп. Жақсы дамып келе жатыр қазір. Бұл қаржыландыру мектептен болды ма, или ата-аналардан болды ма? Мектептен болды. Мектептен болды ма? Керемет. Өте керемет. Жақсы, молодцы. Сәттілік сіздерге. От души. Рахмет. Вот видите ли, ел-жұрттар өткен ел августта дрон сатып алған 2 миллион қаншаға ем. Сөйтіп балаларны таярлағанда бірдің Жәнібек Кореяға барған ғой. Давай тіркелек, шансымызды сынап көрейік. Неге біз қылмасқа шу нәрсені деген ой болып тұр да. Әлбәтте мен мектептен ондай нәрсе күтмеймін, чүнки мектеп muamması özleyeni yetedi. Devletin нәрсе күтіп отыру, әсілін ағанда қачан бізге дрон береді екен, шында барамыз деп үйрететін болсақ, 2036 жылы келеді біздің балалар халы, телефонда TikTok көріп отырған болады. Шындай болған үшін біз, сіз болып тұрып, біргелесуіміз керек бұл мәселеде. Сіздерге бұл раса чөзіліп кетті, бірақ мәнфәтлі болды деп ойлаймын. Бәзі бір мәліматларны сіздерге жеткізішке әрекет қылдым. Әлбәтте бұл мәне тұрыпты дронлар, мәне стартымен шындай баштайып. Қараңыздар 5 тәне думалақ тұр, шының ішінде 3-өө ақ тұр. 5 тәне думалақ дегенсі бір командада 5 дрон білен ойын башланады. Вы уже начинаете или пробный заезд? Пробный? Удачи. А почему тремя участвуете? 3. Да, у вас же 3. 3 на 3. 3 на 3. Ясно. Просто тренировочные, чтобы потому что мы 2 команды с одной школы, у нас 3. Все, понял. Все. Формаларға e'tibor berіңіздер. Формаларға e'tibor berіңіздер. Балаларда қымбат формалар, жазылған ат затлары білән. Həvəs qılады olan нәрсе. Құда қаласа біз арқада қап кетмейік, құрметті яштар, құрметті ата-аналар. Шуларға мұражатым, сіздер отырған TikTok'та, сіздер отырған Instagram'da, YouTube'da, или вообще қайерден білмеймін, yana qanday sotsial siyetler var, mən bilmeydim. O yerdə mənə şunday mənfəəti yox, mən sizlərə getəyim. Mənfəətin həmməsi ustazın yanında. Qanday ustaz olsun, qat'i nəzər o. Fizika, biyologiya, tarix ustaz, matematika ustaz, yoki robototexnika ustaz, yoki bo'lmasa uy qurish ustozi, yoki svarka ustoz. Mənfəət sizlər üçün ananın aldıda, ustazın aldıda. Şunday ekan, əlbəttə bir ustazın yaxasını uçlamışlar, etegini uçlamışlar, yaxasını etmə özür. Etegini uçlamışlar və ata-analarga müracaat, fərzəndlərinizni
yaxshi mutaxassisga topshirib, eti seniki, suyagi meniki deb topshirib ketsangiz, mana shunda bizning davlatimiz rivojlanadi. Mana shu yerda bizning qishlog'imiz rivojlanadi va yoshlarimiz albatta qandaydir bir kuchli bir mutaxassis bo'lishga shanslari juda ham baland bo'ladi. Assalomu alaykum. Ikkinchi murojaatimning yakuni edi. Agar buyursa, oldimizda proses borasida yana video yuklab turishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum.